qabristonga kelganman. Mashinalarni qabristoniga kelib o'zingiz anaqangizni olib kelishingiz kerak. O'zingiz yechib olishingiz uchun. Hop. Cheking men bitam ekan. Ketdi. Mashinalar qiziqsilarga ko'rib chiqamiz. Mana odamlar kelib olaveradi. Men hozir ikkitagina narsa olib keldim. Prosta kesib ketishim kerak bittasam. O'shaning uchun ham. Aslida eski mashinalar bizda Illinois tarafda unaqa qimmat mashinalar Junkyard yo'q. Lekin Kaliforniya yokida Miami taraflarda bor qimmatroq mashinalar Junkyard. Toparman BMW. Menga BMW kerak. Telefon qilganimda bor bizda kelib bitta ko'rib ketgan degan edi. Assalomu alaykum. Sparkchani motorlarni. Shunaqami? Fara kimga kerak? Kelinglar. O'zbekistonga. Mana ichar. Oh my god. Xuddi o'sha Spark. Bizani anaqamizdagi. Manual ekan. Orqalari. Bu eski Sonic degi, bu esa Spark. Mana. Bormi anaqasi? Ilohim bo'lsa. V6mi bu? Men xohlaganim. Buniki boshqacha ekan. Nima bu? V8 mi? Prius ham bor ekan. Shuni part ketmayaptimi? Yo yaqinda olib kelganmi ekan bular? Ba'zi odamlar vaqtini ketkizgisi kelmaydi bunaqa joyga kelib. O'shaning uchun telefon qilib bor odamga borib tayyorni olishgisi keladi. Mana Malibu masalan qaranglar. Bugun mendan buni olib ketdi bittasi dashbord bilan. Men tayyorlab qo'yaman, bular olib ketadi. Bularda esa kelishingiz kerak, o'zingiz yechib olishingiz kerak bo'ladi. Bir tarafdan yaxshi ko'p mashinalar bor ekan. Katta ekan juda. Xo'p, mana topgandek bo'ldim. O'zimga kerakli narsani o'shani hozir kesib olaman. Mana ikkita kerak ekan. Nasıl? Bunlar kerak. Yana yo'l-yo'lakay qarayman. O Camry bor ekan. Yo'q, 2013 bo'lsa. Oh my god, kakkiraz menga hozir bitta mashinam bor. Bu oldinini olsam bo'ladi. Bor ekan bunda. Mana bunisi. Ya, assalomu alaykum boya. Bu ham arzon o'zi. Bunda qilsa bo'ladi, bu ham lekin sanglabdi. Bular juda anaqa odamlar telefon qiladi, mashinam bor, necha pulga olasan deydi. Bular 500-600 kam anaqa qiladi, lekin Amerikada o'rganmaganda hech kim bittada anaqa ko'proq mana bunaqa summalar olish. Hamma kam oladi, yoki chek oladi, yoki kredit oladi. Shunisiga o'rganib qolgan. Sí, pues póngale protección, jefe. Dices que va a quedar en negro. ¿En negro dices? ¿No tienes el mismo color? I have that one too. Thanks. Espérame. Es que si es en negro no me conviene, primo. Por si la vendo no me conviene. ¿Qué? ¿Sí? Bittada quyib yuborganini mana. Oh my god. Oh. Quyib yuborganini. Wow. Buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Nima deysizlar? Ishlab yuraman-da. Qo'yib qo'yganman udobniyroq bo'lishi uchun menga. Bunga qo'yamiz. Shunaqa gaplar, men shunaqa Junkyard bor. Qiziq bo'lgan bo'lsa, yana men shunaqa videolar, qanaqa joylari borligini olishimni aniq qilsanglar.
Like va kommentariy bosib qo'yinglar. Bo'pti, yaxshi qolinglar.